Assalomu alaykum. Azizlar, uy solganlar dunyodagi uyini solganlarning tomlarini yopishdi. To'pli pollarini kirgizdi. Eshik romlarini qo'yishdi. Hammasini tayyor qilganlar esa uylarini yoqib, issiq uylarda yotishibdi. Lekin abadiy bo'lgan uyimiz qabr. Abadiy bo'lgan shu yerda dunyodan ko'p shu yerda yotamiz. Qarang, dunyodan ko'p shu yerda ko'p tunaymiz. Shu yerda ko'p maskan tutamiz. Lekin mana shu uyimiz uchun tayyorgarlik qildikmi? Bu uyimizning ramlarini, bu uyimizning to'pli pollarini, bu uyimizni sharoitini qildikmi? U uyimizning sharoiti, to'pli poli, rami nima? Gilamlari nima? Qur'on tilovati, 5 vaqt namozni o'z vaqtida ado etishlik, Alloh taoloning harom qilganlaridan chetlanib, halollariga, solih amallariga, chunki solih amallar sizni mana shu qabrda